Hurmatli bizni kuzatuvchilar, mana quyosh panelida asosan batareyada nima rol o'ynaydi? Asosan kabel o'ynaydi, kabel. Bu ham bo'lsa lider kabellari. Bularda nafaqat kabel, avtomatlar, DC avtomatlar kabelni kattalarigacha ishlab chiqarib beradi. Bu ishlab chiqaruvchini o'zini to'g'ridan to'g'ri joyi. Men o'sha ko'rgazma davomida ko'rdim. Mana ishonmasalaringiz bir yoqib ko'rishimiz mumkin. Mana qarasizga. Yaxshi kabel, yaxshi kabel. Mana kuzatishingiz mumkin. O'shda ikki qavatli. Ya'ni bizda ko'pincha O'zbekistonning kabeli, uz kabeldan foydalanishadi. Eng asosiy batarey mana shunda bo'ladi. Xuddi shunaqangi 1ga 4, 1ga 6 kabellar kerak bo'lsa, DC avtomatlar, chaqmoqqa qarshi avtomatlar kerak bo'lsa, mana shu lider kabelini mahsulotlardan ishlatishlaringizni tavsiya qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Pastda raqamlarni qoldiramiz. Xitoydagi to'g'ridan to'g'ri zavodiga murojaat qilishlaringiz mumkin. Katta kolleksiyada bor.